Izboskan'da bepul kutubxona ochilayotganidan xabaringiz bormidi? Tadbirkorlarimiz tomonidan xalqimizga shunaqangi imkoniyatlar yaratilyaptiki, juda ham havas qilsa arziydi. Bilasiz, Izboskan'dagi istirohat bog'i oldingi holati achinarli holatda desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda kirsangiz dilingiz yayraydigan, undan tashqari farzandlaringiz oilangiz davrasida ma'naviy hordiq oladigan istirohat bog'i yangi ko'rinishda juda ham chiroyli holatda ish olib bormoqda. Undan tashqari bu yerda bemalol kelib yosh avlodlar tomonidan bepul kutubxonada maza qilib ilm olishi hamda ko'rib turganingizdek kechki salqin holatda oilangiz bilan dam olishingiz mumkin. Undan tashqari yana velosiped yo'lakchalari hamda bolalar uchun tennis stollari, yana roliklar uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ko'rib turganingizdek har qanday chiroyli o'yinchoqlar, marojnoxonalar, dam olish maskanlari aynan Izboskan uchun tadbirkorlar tomonidan hamda tumanimiz hokimi tomonidan aynan shunday chiroyli holatga keltirildi. Do'stlar, agar mabodo gapimiz rost bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Oldingi holat bilan hozirgi holat qay darajada farq qilgan? 1 dan 100 gadir baholab o'ting.